Akam man kambek qilgan edim. Man bu o'zi uyda olmoqchi emasdim. Mana Morgan nomli semyani uyi просто takka kuyib ketdi. Akkauntim band bo'lgani uchun agar shu videoni kim ko'rsa va kimda pul bo'lsa ozgina berib tursanglar, uy olib olsam yaxshi bo'lardi. Chunki semyada borlar semyadan chiqib ketadi va semya yopilishiga aybdor bo'lib qolaman. Man nima demoqchiman? Agar pulinglar bo'lsa yoki kimdirda tanishinglar bo'lsa, shu pul olib berib tursanglar, 10 millioncha yig'ib olsak bitta uy olardim. Lekin do konca yana o'ynashni davom ettirardim. Agar kimda shunaqa pul yoki boshqa narsalar bo'lsa, aloqaga shunday kommentariyaga yozib ketinglar. Aka, man berib turaman, davay desanglar, bugun kechga stroyga kiraman o'yinga. Shu vaqtda shu bersanglar, bir hech bo'lmasa 500 mingdan bersanglar ham bo'ladi. Bu akkaunt reski banddan chiqadi va banddan chiqqandan keyin olaman. Tashatib olaman, ya'ni yangi uy olaman. Agar kimda shunaqa bo'lsa, agar kim bera olsa, problema bo'lmasa, o'zinglar pul kerakmaydigan bo'lsa, shu berib tursanglar, man olardim, uy olardim. O'zi bu videoni chiqarish niyati yo'q edi, to'g'risi, chunki uyim turuvdi, lekin shu band tufayli uy ham sroki 1 kunga yetmayapti. Yana 1 kun, masalan, man 10 kun yeydigan bo'lsam, shu yana 1 kun bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shuning uchun agar kimda pul bo'lsa, berib tursanglar, man xursand bo'lardim. Davay charchamanglar, xayr. Kommentariyaga kim berib tursa yozib ketaversin.